Boy aka, bu video siz uchun emas. Bu video sizni xotiningizga. Boy akamning xotini. Mana shu orqamda ko'rib turgan, hozir shaharda o'zi ko'pchilik bilgan, mana shu Maryam Collection tayyor biznes sotilyapti. Bu joyimiz sotilmayapti, faqat tayyor biznes sotilyapti. Tayyor biznesga egalari $300 dan arenda puli berar ekan. 10 million, 15 million deydi, 20 milliongacha deydi daromad qilsa bo'lar ekan bir oyda. Joylashuvimiz mana mahallaning katta machiti, yo'lda bo'yida mana yangi dom. Shu mahallaning bilan yon boshida mana shu Maryam Collection tayyor biznes sotilyapti. Ichida hamma narsasi bilan. Hech nima olib ketilmaydi. Ichida kiyim-kechaklari bormi, nima bo'lsa hamma shuni tashib ketiladi. Boya aytib o'tib ketganimdek, joy arendaga olingan, oylik to'lov $300. Egalarning aytishi bo'yicha 10 million, 15 million, 20 milliongacha daromad qilyapmiz deydi. Mana bu ayollarning kiyimlari abayami, babayami deb aytiladi ko'ylaklar. Как раз skromniy, solidniy, o'zini hurmat qilgan ayollar uchun bu. Mana shu joy hammasi yangi sotuvda. Просто opamiz hozir vaqtlari yo'q ekan bu biznesdan shug'ullanishga. Shuning uchun dedi, men sotib olishim kerak dedi, shuncha narsa isrof bo'lib qolib ketyapti dedi. Xullas, boy akamning xotini bu tayyor biznes uchun egalari atiga bor yo'q $10 so'rayapti. Albatta egasi o'tib beradi. Boy akamning xotini pastda boy akamning xotini nomerini qoldirib qo'yaman. Boy akamning xotiniga shuni bitta telefon qilsangiz, narxini chiroyli narx qilib beradi. Boy akamning xotini eng muhim narsani aytish esimdan chiqib qolibdi. Bu yerda boy akamning xotinlari uchun qator mashinalarni qo'yib qo'yish uchun stoyankasi ham bor. Bemalol kirib mashinangni qo'yib, savdoni qilib ketslaring bo'ladi.